Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yoga terapevt Sabina Po'latova. Eng dolzarb masala qorin masalasida. Hamma qornim chiqib ketdi, qornimni qanaqa qilib ketkazay deysizlar. Shu sababdan bugungi dars sizlar uchun. Bugungi mashqlar hammaga ham mumkin emas. Qarshi ko'rsatmalarni video tagida albatta o'qib chiqing. Yaxshilab bugun shu qorin sohasidagi yog'larni eritamiz. Kelinglar boshlaymiz. Men bilan birga bajaring. Qanaqa bajara olsangiz shunaqa bajaring. Qanchalik darajada ko'tara olsangiz shunaqa bajaring. Ko'p tura olmasangiz mashqlarda hech narsa qilmaydi. Kam-kamdan bo'lib dam olib bajarsa bo'ladi. Kelinglar boshlaymiz. Birinchi mashq. Tekis o'tirib olamiz. Мягкую часть ягодиц deyiladi. Yumshoq bulchkalarni tegimizdan chiqaramiz yoki shu belni orqaga olib ketib qoladi. Tekis o'tiramiz, sidal suyagini his qilib olamiz. Sonimizni ushladik, yelkalarni to'g'riladik, umurtqamizni tekislab, oyoqlarni yaqinroq qo'yamiz. Shu sonimizni ushlab turib, oyoqni ko'taramiz. Agar qiyin bo'lsa, qo'lni qo'yib yuborish, sonni ushlab turaversa bo'ladi. Qo'limizni qo'yib yuboramiz. Turamiz. Bu yerda bukchayib ketmaymiz, umurtqamizni tekislaymiz. His qilamiz, qayerda mushaklar ishlayapti, qaysi mushaklar ushlab beryapti shu oyoqlarni. Ayniqsa pastki qoringa ham juda ham yaxshi bu. Charchasak, oyoqni qo'yib, dam olib, yana ko'tarib, bo'lib bajarsak bo'ladi. Bu holatda 3 marta bajarsanglar bo'ladi, juda ham xohlasanglar uzoqroq bajarsanglar bo'ladi. Endi oldinga o'tib ketamiz. Qo'llarimiz yelka kengligida, tizalar tos kengligida. Oyoqlarni barmoqliga qo'yamiz. Juda ham diqqatli bo'linglar. Bu yerda tos chanog'ini o'zimizga tortamiz. Belimiz osilib qolmaydi. Tos chanog'ini o'zimizga tortdik, ushladik. His qilasizlar, что mushaklar, поперечная мышца chuqurda joylashgan 4-chi o'sha ichki mushak, hattoki o'sha beldagi yog'larni ham eritib beradi. Shu mushakni yoqsak, qo'llar bilan yerni itaramiz, osilib turmaymiz tizzani yerdan uzamiz. Tizzalar yerdan uzilgan, juda tepaga chiqib ketmaymiz. Nomiga yerdan uzilsa bo'ldi. Shu holatda turamiz. Juda charchasak, tizzani qo'yib, dam olib, keyin ko'tarib, uzib bajarsanglar bo'ladi. Tak eng zo'ri statika, eng chuqur ishlaydigani statikada ushlab turish. Tos chanog'ini tortdik, qorinni tortdik. Yer itarib turamiz, boshimiz ham osilib qolmasin. Молодцы. Buni ham xohlasanglar 3 podxod qilib bajarsanglar bo'ladi. Qo'llarimiz dam olsin. Hozir qo'l kerak bo'ladi. Yana qo'llarimizni shu holatga qo'yamiz. 4 talik holatga. Oyoqlarimizni barmoqliga qo'yib, plankaga turamiz. Eng zo'ri planka. Tos bu yerda ham tos tepaga ketib qolmaydi. Tos chanog'imizni tortamiz, bir tekis bo'lib olamiz. Bel ham pastga tushib ketmaydi. Bunda вообще befoyda. Tos chanog'ini tortib turamiz. Statika. Bu yerda ham dam olsa bo'ladi. Juda ham qiyin bo'lsa, yengil varianti bor. Sizlar hali turibsizlar. Qiyin variantida turganlar turibdi hozir. Oson variantini ko'rsatib o'tib ketaman. Oyoqlar buklanadi. Bu yerda ham tos chanog'i tortiladi. Tos orqaga ketib qolmaydi. Bellar ichiga kirib tos chanog'ini tortdik plankada turamiz. Xuddi shu mushaklar ishlayapti. Saqal nagruzkasi kam, lekin foydasi o'sha. Chuqur nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Ujjayi nafas yordam beradi bunaqa silovoylarda. Молодцы. Qo'lni dam olsin. Ozgina qo'llarni aylantiramiz. Charchoqlarni yerga tashlab yuboramiz.
Keyingi mashq shu plankadan tovonli yerga turadi. Birinma-ketin turibdi oyoqlarim. Qo'l tepaga. Bu yerda tos pastga tushgisi keladi. Biz yer itarib, tos teparoq ushlashga harakat qilamiz. Orqada devor go'yoki boshimizni ham, kurraklarni ham o'sha devorga tekkizib turibmiz. Qorin tortilgan. Bu yerda ham tos orqaga ketib qolmaydi. Tos chanog'ini tortamiz. Turdik. Ujjayi nafas usuli yordam beradi. Kim bilsa, обязательно shuni bajarsanglar, charchamaysizlar. Endi boshqa tomonga. Xuddi shunaqa boshqa tomonga bajaramiz. Yerni itaramiz. Chuqur nafas olamiz. Keyingi mashq, bu yerda belimizni ichiga kirgizib tos o'girib turmaymiz. Tos chanog'ini o'zimizga tortamiz. Qo'llarimiz yonboshimizda, oyoqlarni ko'taramiz. Boshimiz ham yerdan uziladi, sonimizga yuzimiz qarab turadi. Nafas oldik, 90 gradus ko'tardik. Tizi buklangan bo'lishi mumkin. Qattiq tortilsa, nafas chiqardik. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Anchadan beri shug'ullanganlar yerga oyoqni qo'ymasdan qaytib ko'tarsa bo'ladi. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Qo'ymaymiz. Yana qaytib ko'taramiz. Har bir mashqni 1 minut davomida bajarsak, juda ham zo'r rezultatlarga ega bo'lamiz. Boshida 5-10 marta bajarsak ham yetadi. Молодцы. Tashadik. Ozgina o'zimizga kelib olamiz. Chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqaramiz. Ozgina charchoqlarimizni qo'yib yubordik. Ну как, qanaqa his qilyapsizlar o'zinglarni? Maza qildinglarmi? Yondimi, yog'lar eriganini his qildinglarmi? Bu mashqlar hammaga ham mumkin emas. Aytib o'tganimdek, albatta videoni tagini o'qinglar. Bu kimga mumkin emas ayniqsa. Men baxtli men loyihamda baxtli ayollar klubini yaratganman. U yerda hamma o'zini kasali bilan keladi-da. Masalan, mioma, kistali, juda ham qattiq pressga ko'p ishlash mumkin emas. Moslashtirilgan mashqlar bor. Har bir o'sha grizhalar bormi? Pupochniy grizhalarmi yoki oshqozondagi grizhami-da yoki beldagi grizhami-da, hammaga ham mumkin emas mashqlarni biz o'tda moslashtirib qilamiz. Ya'ni meni mualliflik kursimda buni hammasi hisobga olingan. Va umuman o'zi qorin chiqish sabablari juda ham ko'p, qorinni xili ko'p. Shuning uchun bittagina qanaqadir mashqlar ko'p ko'raman internetda, bittagina mashq shu sizga yordam beradi deb. Yo'q. Qorin chiqish sababini yo'qotish kerak. Nimaga qorin chiqdi? Masalan, kortizoloviy qorin bo'lsa, kortizolni tushirish kerak, gormonni. Pastki qorin o'sha organlar tushib ketganmi, organlarni ko'tarish kerak va hokazo. Hammasiga yechimi yoga mashqlari. Albatta ulaninglar kursimga. Kimga qiziq bo'lsa, men pastda bot qoldiraman, ssilkasini botga kirib murojaat qilsanglar bo'ladi. U yerda adminlarning ham ssilkasi bor. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yoki video pastiga telefon raqamlar bo'yicha Telegramga ulanib bizga yozsanglar bo'ladi. Hammaga foydali bo'lsin. Albatta bajaringlar mashqlarni. Kuninglar xayrli bo'lsin. Xayr.
Keyingi safar ko'rishguncha.